Sizlar eshigimda qilib zayba. Hozir chiqyapman. Ishiga qarab keling. Eslichu bir muddat aytib olsam, bilinglarki meni o'ldirib ketishga. A few moments later. Uyimtagiga 5 ta bola ketdi-da o'zi. Shunda turdim-da, "Sanmisan Aslanboy?" deb bildim, ular mendan nimadir xohlayapti, meni urmoqchi bo'ldi. Bittasiga chapdan bitta urdim. O'ng tarafdagisiga shunda bitta qarovdan hushidan ketib qoldi. Tepadan bitta sakrab kelaturdi. Bunday yotib yerga orqa oyog'im bilan bitta tepdim tovonim bilan. Shunda yerga o'tirdim, 4-inchisi kelyapti ekan, 4-inchisini qo'ttaqdan shunday ushlamda bitta tortib uzib oldim. Ana yerda turib tezlikcha ko'rsatishim mumkin. Oxir shunday kelib bitta sakrab kallasiga usilib uxlatib yubordim. Sirazu keyin kirib ishini yopdim. Bilaman, sizlar shu masalalaring mumkin, lekin men juda ham tezkor yigitman. Mana shunaqa darajada. Bang'illatib yoraman. Shunaqa darajada tezman bilan, o'sirg'im shunaqa darajada zaharli. Kimdirni aptiga o'sirsam bo'ldi, komaga tushadi. Atikay 15 kun komadan chiqmaydi. Komada yotadi. Komadan chiqqanda ham uni hayoti oldingidaqa bo'lmaydi. Uni hayoti o'lim bilan barobar bo'ladi.